Uyg'urcha lag'mon qaylasini uy sharoitida qo'ldan kelgancha tayyorlab ko'rishga harakat qilamiz. Barcha sabzavotlarni yaxshilab chayib olib, to'g'rashni boshlaymiz. Tozalangan basay karamini yassiz holatda, bolgarskiylarni bo'lsa uncha katta bo'lmagan uchburchak shaklda kesib olamiz. Pomidorlarni ham to'g'rab olamiz. Seldir faqat past qattiq tomonini say ichiga solamiz, tepa pay tomonni bo'lsa ovqatni ustiga sepamiz. Chesnok bilan piyozni ham videoda ko'rsatilgan shaklda to'g'rab olib, qozonimizga yog'ni solib qizdirib olamiz. Qizigan yog'imizga go'shtimizni solamiz. Go'shtimizni marinovkasini bundan oldingi postda ko'rishingiz mumkin. Go'shtlarimiz bir xilda qovurilgandan keyin birinchi chesnok, keyin piyoz, keyin bolgarskiy, basay, tomat solib yaxshilab qovurib olamiz. Pomidor qovurilib ezilib ketmasligi uchun oxirroqda solinadi. Ishlatilgan ziravor grammlarni barchasini video ostida yozib qoldiramiz. Seldirni solib bitta aylantirib suv sovoramiz. Uyg'urcha lag'monning asosiy xususiyatlaridan biri bu barcha mahsulotlarni dirkillagan holatda bo'lishidir. Mahsulotlar ezilib ketmasligi uchun iloji boricha baland olovda qovurib, qaynab chiqishi bilan o'chirish tavsiya qilinadi. Haqiqiy uyg'urcha lag'mon vokda, sopliqda baland olovda yondirib qovuriladi. Biz mana shunchaki uy sharoitida tayyorlab ko'rishga harakat qildik xolos. Retsept manfaatli bo'lgan bo'lsa saqlab qo'yib, uyg'urcha lag'mon tayyorlashga qiynaladigan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Xato va kamchiliklar uchun ma'zur tutasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum.